Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Bola uxlashdimi? Ha, ovqatlanib, darslarini qilib, uxlashdi. Namoz? O'qib oldik. Yaxshi. Dissertatsiyangiz nima bo'lyapti? Zo'r ketyapti. Xudo xolasa bir haftada yoqlayman. Geologiya va mineralogiya fanlari bo'yicha falsafa doktori. Xudo xolasa o'qishingizni kontraktini to'lab qo'ydim. Imtihonga kirsangiz bo'ladi. Rahmat. Pul molingizga baraka bersin. Rahmat. Dayangizni ko'rib keldingizmi? Ha. Borib keldim. Salom aytishdi. Va alaykum assalom. Sizdan so'ramasdan bir ish qilib qo'ydim. Nima ish? Dadam sizni qiynalib turganingizni bilib, qizim mendan nima yordam dedilar. Siz nima dedingiz? Spalniy kravat olib bering dedim. Daday nima dedi? Sensiryapsizmi? Daday nima dedi? Ertaga yuborarkanlar. Menga qara. Dadangga aytgan. Uydan bitta xona ajratib, olib kelmoqchi bo'lgan spalniy kravatini o'sha xonaga qo'ysin. Borib, o'sha yerda yotasan. Eshitdingmi? G'ururim bilan o'ynashmalaring. Alo. Assalomu alaykum dadajon. Yaxshimisiz? Ha, kuyovingiz o'zlari spalniy kravat olib kelib qoldilar. Shuni aytib qo'yay degandim. Rahmat aytdilar sizga dadajon. Rahmat.